Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, ko'chma do'kon xaridorlari. Xabaringlar bo'lsa, o'tgan oyga $300 pul yoki katta surini obunachilarimizning ichidan bittasini tanlab hadya qilmoqchi edik. To'g'risi, mana kuzatib turgan bo'lsanglar, Andijonga 2 marta borib keldik, Jizzaxniki, keyin G'allaorol, bu atrofda Navoiyniki, xullas ko'chma do'konlar bilan bo'lib, zakazlar bilan surini kraska qilishga ham, tanlashga ham, o'ynashga ulgurmadik. Ozgina muddatimiz ham o'tib ketdi. Bizda unaqa aldov yo'q, hammasi haqqoniy. Kelinglar sizlar bilan mana shu surini, mana shu $300 pulni surini emas, bir haqiqatdan ham qiynalgan, pulga muhtojligi bo'lgan oilalarni bittasiga mana shu $300 ni hammasini bersak nima deysizlar? Chunki to'g'risi hozir vaqtimiz yo'q. Mana hozir ketadigan zakazimiz ham Samarqandga olib ketyapmiz. Bizda hozir bir kun ham vaqt bo'lgani yo'q. Hammani zakazini, do'konini borib, xudo xolasa o'z vaqtida yetkazib beryapmiz. Mana shu uchun ham mana shu $300 pulni nima deysizlar? Agar sizlar obunachilarim rozi bo'lsanglar, bitta kam ta'minlanganroq, qiynalganroq oilaga mana shu $300 ni bersak, obunachilarimning nomidan menimcha ancha yordam bo'ladi. Javoblaringizni kommentariyada kutib qolaman. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.